Rustam Alimajidov и Oybek Mamatjonov. Doston Zaripov navbatdagi jangni boshqarib boradi. Referi. ...57 kilogramm vazn toifasi, категория 57 килограмм. И первым на ринг, синий угол, Kokburchakka приглашается файтер, представляющий Xorazm, Abdualim Matniyazov. Birinchi vaznga qo'yam, e'tibor beramiz. Yarashmaga bunga imkoniyat bizga. Abdualim Matniyazov, Xorazm viloyati super yengil vazn toifasida bu jang bo'lib o'tadi. Debyutant do'stlar, debyutant. Krasный угол приглашается. Qizil burchakka Namangan vakili chaqiriladi. Fozilbek Mahmudjonov. Va uning raqibi Namangan viloyatidan Fozilbek Mahmudjonov chiqib keladi. ...57 килограмм вазн toifasi. Официальное представление боксеров. Первый боксер синий угол Kokburchak. Sportchining yoshligida birda, bo'yi 172 сантиметр, вазны 57 килограмм. Он кандидат в мастера спорта по боксу, представляет школу бокса Хива Xorazm. Абу-легенда Abdualim Matniyazov. Abdualim Matniyazov tanishtirib o'tildi bizga. Его соперник красный угол, Qizil burchak. Bokschining yoshi 19da, bo'yi 172 сантиметр, вазны 57 килограмм. Он кандидат в мастера спорта по боксу, представляет школу бокса Yangiqo'rg'on, Namangan. Fozil Mahmudjonov. Yangiqo'rg'ondan ekan, yana bir ajoyib yurtimizning maskanlaridan biri. Beshariq tumani ham mana shunday o'ziga xos iqlimiga ega, o'ziga xos ob-havosiga ega, dam olish maskanlari ko'p. Yangiqo'rg'on ham mana shunday do'stlar. Oddiygina menimcha O'zbekiston Shvetsariyasi nomi berilganda bir paytlari Nanay degan qishloq bor. Bu yerda bilganlar biladi. So'lim go'sha. Ajoyib yurtimizning manzillari. Yangiqo'rg'on. Jang boshlanadi. Super yengil vazn toifasi. Jeblarni shunga bir qadam ortga savrishdi ikkalasi ham. Jeb. Qorinbosh amalga oshirmoqchi edi. Qo'llari biroz yuqorilab ketdi. Yetib bora olmadi. Ilib olmoqchi o'ng qo'li bilan. Chapaqay. Kokburchakda jang olib borayotgan bokschi
Xorazm viloyati vakili. Xorazm boks maktabi haqida ham gapirsa ko'p gapirsa bo'ladi. O chap qo'lda zarba o'tyapti. Biroz shamol tingandek bo'ldi. Yo'q, yana boshlandi. Beshariqda. Tashlama deb aytib o'tyapti, chunki qarama-qarshi zarbaga duchor bo'lishi mumkin. Buni yaxshi bilamiz. Bosh bilan biroz keskinroq harakat. Burniga zarba qabul qilib oldi. Kichik jarohat bor. Jab bilan yetib olishga harakat qilyapti namanganlik bokschi. Qoringa zarba. Clinch. Qoringa va jigarga yetib bora olmadi. Hozir masofa uzoqlik qildi. Yoki boshqacha qilayotganda Namangan viloyati vakili mana shu masofani ushlab qolishga erishdi. Mahmudjonov. Ammo hozir emas, ikkita zarba. Juda kuchli tarzda Xorazm viloyati vakili raqibini chalg'itishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir zarba aldashga muvaffaq bo'lyapti. Tez-tez yo'lyapti mana shu zarbalarni. Endi esa chap berishga bo'lgan urinish, javob qaytarishga harakat erkinroq. Jangni o'ta boshladi, tabassum qilyapti. Xorazm viloyati vakili endi jangni nazorat qilyapti-da. Ringni nazorat qila boshladi va buni setgandan so'ng bu raqibga qarshi qanday bahs olib borishni tushunib oldi. Birinchi raund yakuniga yetmoqda. İkinci raund. İkinci raund. Yana o'sha alfozmi? Jab. Yengil harakat qilyapti Xorazm viloyati vakili. Juda erkin. Muxlislar bilan ham bir hazillashib qo'yapti orada. Sezayotgan bo'lsangiz albatta chap qo'kkilik zarbasi o'ziga og'dirgan holda. Kutib oldi raqibni. Jangni kuzatishda davom etamiz. O'ng qo'l yana bir zarba o'tyapti hammasi. Mushik sichqon o'yinini o'ylashyapti hozir. Tezlikni ishga solishga harakat qilib ko'rdi. Namanganlik bokschi. Bor deb aytib o'tilyapti.
Xonqo deyilib olyapti. Zarba kuchli emas edi. Zarba kuchli emas edi. O'tish o'tmaslik bilmasdan shunchaki yo'lladi. Raqibini kilish ushlab turib, burchagidan ham ko'rsatmani qabul qilib olyapti. Kapa tushib ketdi. Kapa tushib ketmoqda. Time out. Kapani epaqaga keltirgunga qadar. Jangni esa kuzatishda davom etamiz do'stlar. Ikkinchisini ham davom ettirdi-da. Ya'ni oldi qo'lda ikkita zarba yo'lladi va mana yana chorladi o'ziga. Yana aldadi raqibini. Asabiylashyapti. O'ng qo'l cross va o'tdi zarba o'tdi, lekin boshning orqa qismiga o'zi og'ib ketgan. Bir qadam yonga tashladi Xorazm viloyat vakili, bu esa ish berdi. Chap qo'l o'ng qo'li Namangan viloyat vakili ham o'zi yetib oldi. Yanglishmasam so'nggi 10 soniya. Yana Kapa tushib ketmoqda. Yana uni epaqaga keltirish kerak. Ikkinchi bor. Borada ikkinchi raund yakuniga yetib borayapti. Gol berishmadi bir-biriga. Total ustunlik do'stlar, Xorazm viloyat vakiliga. Total ustunlik. Shamol kuchaygandan kuchayib boryapti. Va 3-raund. Finish qilishga boradimi yoki yo'qmi? Mana shu savol qiziq. Xorazm viloyat vakili yoki o'sha alfozda davom etadi. Hozircha hech narsa unga xalaqit bermayapti. Bir maromda o'tkazyapti jangni. Jismoniy holatga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi bu yog'iga. Ayniqsa 3-4-raundlarda. O'ng qo'l o'tyapti zarba, javob qaytaryapti bu safar. Mahmudjonov jigarga yo'lladi zarbani. Matniyozov. O'ng qo'l qo'llar ustidan cross. Raqib yaqinlashayotgan vaziyatda yo'llashga erishmoqda. Mana shu baribir o'yinda yutib chiqyapti Xorazm viloyat vakili. Ildamroq biroz o'sha ayyorona, to'g'ri ma'nodagi boksdagi ayyorlikdan foydalanmoqda. Chiroq chiqadi.
Cross. Yana bir o'ng qo'l cross. Jab. Yana bir jab. Ikkita jab ortidan chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Boshni bosib pastga yuboryapti. Jab. Ikkilik zarbasi, o'ng qo'l o'tyapti zarba, yana bir o'ng qo'l zarbasi mo'ljalga bormoqda. Yana bir o'ng qo'l zarba. Kombinatsiya. Shoshilmaydi. Xo'roz viloyat vakili cho'q chap qo'l cross. O'tyapti, 1-2 qadam tashlashga majbur qildi, his qildi bu zarbani. Matniyozov, lekin negadir bormaydi. Unga raqib o'ziga boshqa imkon berdi. So'nggi soniyalar 3-raundda. Abo. 3 raund ortda qoldi. Jangni jarayonni o'zingiz kuzatmoqdasiz. Yana. Va 4-raund. Endi tavakkal qilish kerak, muddatdan avval yakuniga yetkazish kerak, boshqa chora yo'q. Mahmudjonov faqat va faqat jangni finish bilan yakuniga yetkazish kerak, nokaut. Aks holda imkoniyatni boy bermoqda. Yana o'ng qo'l jab, ha? Ikkilik zarbasi ortidan. Kutib bo'lyapti endi o'ng qo'lda yon taraflama zarba bilan Matniyozov o'ng qo'l jab huk o'tyapti. Chunki unaqa turish holatiga o'tib olgan edi. Yana o'ng qo'l yon taraflama zarba. Clinch. Uchta jab. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Bu safar qaror mana shu hujumga javob qaytarmayapti Namangan viloyat vakili, chunki bilyapti, javob qaytishi bilan hujum amalga oshdi. Raqibining bu taktikasini yo'qqa chiqarishga muvaffaq bo'ldi va o'zi xohlaganda hujumni tashkil qildi. Agar javob qaytarsa darhol ulashmachoq yakuniga yetib bormoqda.
Yana qo'llar ustidan o'ng qo'l yon taraflama zarba. Bir ritmga tushib olishdi. Faqat va faqat ko'p narsani aynan Namangan viloyati vakilidan kutish kerak, chunki ochkolar bo'yicha ustunligini his qilyapti. Xorazm viloyati vakili jigariga aniq zarba yo'lladi. Muvaffaq bo'ldi va buni sezganligini ham o'zi bilyapti. Oldinga qarab bordi. O'ng qo'lda zarba ta'sir qildi. Yana bir o'ng qo'l yon taraflama zarba o'tdi. Jigariga zarba so'nggi soniyalarda va jang yakuniga yetmoqda. Do'stlar, endi bu yog'ini hakamlar belgilab berishadi. Shaxsan menda hech qanday shubha yo'q. Jang g'olibi shubhasiz qizil burchakda jang olib borayotgan Fozilbek Mahmudjon. Men adashdimmi boshqa? So'rayman buning uchun. Siz ham mana shu o'ynayotgan chiroq kabi biroz yanglishib o'zgarsiz. Matniyozov albatta Matniyozov. Men odatda do'stlar ringda har doim chap qo'limizda qizil burchak bo'ladi, o'ng qo'limizda ko'k burchak. Ammo bu supervizorlar qarama-qarshi tarafda o'tiribdi ringda va aynan ko'k burchakda Xorazm viloyat vakili Abdualim Matniyozov. В данном поединке мнение всех судей единогласны. Hakamlarning bir ovozi bilan победу единогласным решением судей одержал Xorazm Xiva Abu-Legenda Abdualim Matniyozov. Abdualim Matniyozov. Xorazm viloyati vakili Rustam Saidov uning burchagida men chunki boshqa mamlakatda murabbiylik qilayotgan edi, hozir ko'ryapmiz uni Rustam Saidov o'zi ham ajoyib o'z paytining Charlon qo'lqop ustasi va menimcha yoshlarning eng yorqin murabbiylaridan biri deb bevoz aytgan bo'lardim Rustam Saidov. Abu-Legenda победитель данного поединка. Ahvollar nechuk deb boshlayversan. Xorazmdan kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Beshariq. Avvalambor hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlagan hammaga. Rustam aka, tabriklayman aka. Rahmat sizga. Ibrohim aka, rahmat. Rahmat aka sizga. To'xtayman, tabriklayman. Hayajon. Bugun dadamni tabriklayman. Rahmat dada. Opa, rahmat, sizni yaxshi ko'raman. Abdulla ucham, bugun sen tug'ilgan kuning tabriklayman Abdushi. Bu Ozgina hayajonlanyapti. Beshariqda shamol ozgina hayajon tutib qo'yapti, xolos. Abdulla, bu yutug'im sen uchun. Rahmat sana, Abdushi. Mana shunday fikrlarni bildiryapti. Jang g'olibi.
Коллектив судей остается без изменений. Следующий поединок.